Rezil o'g'ri. Og'rib ketdi. Sen meni zangli qilyapsan. Ular bunda qilib yursa o'g'rini tutolmaydi. Ama sen-chi? Men izlab boqaychi. Topamadim-ku. Nasriddin aka, amal topdingmi? Yo'qdi. Ümidsizlanmanglar, amal cho'qim tepiladi. O'g'rini tutolmasak, hammamiz mushundaq ansiz yurimiz. Shundaq, bu bir masala bo'lib qoldi. Taqay, yura. Amal topdingmi? Yo'q, men bozorga berib qarab boqay. Izlab boqaychi. Amal tepildi. Qo'g'on sotaman, qo'g'on, Fazivatning qo'g'oni. Tatli ham shirin ko'kcha navbatda qo'g'on. Kelinglar, qo'g'on sotaman. Bu eli qislat bo'ladi. Bu akamizni toza taniyamidimi? Mening ismim Samat. Bu yakkagili uzun bo'lmadi. Ko'proq yordam qilasizlar, Xapaman Samat aka, bu taqayni boshqarmoq bahagan sir taslishyapti. Shapaqning qaraydi chaqliq. Sen menga qaysi yemeklik orqali 3 xil narsaning qo'shig'ini to'yg'izg'ilib bo'ladiganligini deb bera olasan, men sendan bir tiyinma olmayman. Qo'g'inni to'yg'ichi yeysan. Bu dal siz sotayotgan qo'g'in emasmi? Birinchi, qo'g'inning etini odam yeydi. Ikkinchi, qo'g'inning shapig'ini eshak yeydi. Uchinchi, qo'g'inning urug'ini to'g'ri yeydi. Haqiqatan aqlli ekansan. Men senga hozirlik to'g'im beray. Boshing fikraslar aqlli ekan. Ha, mana qo'g'on. Nasriddin aka! Qo'ycha! Qaltis. Nima degan chaqqan qo'l bu? Bu qanchalik ishdi. Nasriddin aka, olim o'g'rini tutadigan yaxshi chor tepibdi. Tezgina, qanday qama? Digina. İlanı uvusadan çıkaraş, olim o'z uyidagi go'harni daraxtning kamiriga tiqib qo'yib, heliqi o'g'irni torga tushirmoqchi. Bu amal bilan o'g'irni uvusidan chiqarib bo'lmasmikan xislatlik bola. Men yana sendan zo'r umid kutaman. Xotirjam bo'ling Samat aka, men sizni hargiz umidsizlantirmayman. Men qarab boqay. Bo'ldimi? O'g'ir kelay deb qoldi. Mana hozirli bo'ladi. O'g'ir kelay deb qoldi. O'g'ir ekanmaydi. Nimishqa? Talashmanglar, birisi keldi. Jim. Vay hocam, bu neymiş emdi? Men gunohkor, men xira qilay. Yilonni uvusidan chiqaramiz deb o'ylamagan natijaga erishib qoldik. Nadim paydo bo'lib qoldi, boy hocam. Men o'g'ir emas. Sizlar o'g'ir bo'lmasizlar, nimada daraxtning kamiridan go'harni qo'laylar. Men seni go'har ko'mib qo'yganligingdan anglab chiqimni azaytib olay degan. Mayli, uni arzu qilamiz. Yaxshi bolalarim, men baribir go'harni olmadim-ku. Har qanday ish bo'lsin, maslahat bilan qilsak qanday bo'ladi. Maslahatlashaylik. Buningmi amal yo'q emas. Nasriddin, meni qutqizib qol. Faqat haqiqiy o'g'irni tepib chiqsak, andin. Nasriddin, mening butun yuz obro'yim sana bog'liq bo'lib qoldi. Bayxo'jam, o'nchoqlar qizg'in bo'lib ketmisizlar. Amisi biz bir maydon o'yin o'ynaylik. O'yin? Bayxo'jam, o'tinib qolay, menga pul berib tursizlar. Bayxo'jam, azroq iltifot qilsizlar, menga rostl jiddiy pul lozim edi. Men boy garchi sexiy bo'lsam-mo, ammo mening prinsipim bor. Yanga, buni qarab baqsizlar. Men yana boshqa yerga berib qarab boqay. Pul berib tursam-mo, sana berib turmayman. Bildingmi? Bayxo'jam, men sizga yillikchi bo'lib ishlab beray bo'lamdi. Bo'lmaydi. O'tam yoqqa.
Qo'g'ininglar, qo'g'in. Voyjon. Nasrdan, bir nima bo'lgan sen? Nasrdan bekli o'qishtiryapti. Ha? Nasrdan. Boya seni ishtirayotgan hiliq semiz odam Boyxo'jam shumi? Shundaq, dal shu Temir Xo'razbay menga pul berib turmidi. Kechda uni piyini qandoq julamankin taza. Men hech nima demedim, jamo. Hech nima demedim, ha. Peyni julush. Tushundim. Xotin, yaqindan buyon jahon tinch emas. Pulga yarag'dak narsani tiqib qo'ysak yaxshimikin? 3 qatim sanab bo'ldim, hammasi buning ichida. Beraversilar. Yaxshi, hozirlab boray. To'xtasizlar. Yo'lda cho'qim ehtiyot qilsizlar. Xotirjam bo'l, xotin. Men bor. Mushak bo'lgan. Mushak qo'yay. Voyjon! Samat aka, men sizni ümidsizlantirib qo'ymayman degan-ku. Sen qiltaq quribsan. Nasrdandan ko'rsatgan aqli men boyning ajoyib o'rinlishim bo'lmagan bo'lsa, bu o'g'rining abdibashirsi oshkorlanmagan bo'ladi. Nasrdan sağ ko'p rahmat. Uni o'z qo'lim bilan adablab qo'yay. Endi men berib bir uxlab olay.